Bugun men aytadigan ma'lumot har bir xonadon uchun juda muhim. Chiroqqa yangi hisoblar, suvga yangi tariflar va pensiya oshirilishi bir-biriga bog'liq holda oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Kimdir oy oxirida kvitansiyani ko'rib hayron bo'ladi. Kimdir men kam ishlatdim-ku, nega ko'p chiqdi deb o'ylaydi. Yana kimdir pensiya oshsa ham kommunal to'lovlar uni yeb qo'ymaydimi deb xavotir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda misollar bilan kimga qancha ta'sir qilishi va nima qilish kerakligini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha xarajatdan saqlanadi. Avval chiroq va suv bo'yicha hisob-kitob ko'pchilik uchun nisbatan sodda ko'rinardi. Hisoblagichda qancha ko'rsatkich bo'lsa, shunga qarab oy oxirida to'lov kelardi. Lekin amalda hamma ham hisoblagichni o'z vaqtida tekshirtirmasdi. Ayrim xonadonlarda eski hisoblagich bo'lardi. Kimdir real sarfni kuzatmasdi. Kimdir esa umumiy qarzdorlik yig'ilib qolganidan keyin muammo chiqardi. Endi esa masala yanada jiddiylashdi. Yangi hisob-kitob tartibi, yangi tariflar, iste'mol hajmiga qarab farqlanishi mumkin bo'lgan narxlar va elektron tizimlar orqali nazorat kuchaymoqda. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Kommunal to'lovlardagi o'zgarish faqat narx oshdi degani emas. Bu o'zgarishlar xonadonda qancha elektr ishlatilayotgani, suv qanchalik tejab ishlatilayotgani, hisoblagich bor yo'qligi, ko'rsatkichlar to'g'ri topshirilayotgani, qarzdorlik borligi yoki yo'qligi, hatto yashayotgan odamlar soni bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir mahalladagi ikki qo'shnining to'lovi bir xil chiqmasligi tabiiy. Biri tejamkor ishlatsa, boshqasi konditsioner, elektr plita, isitgich, nasos, kir yuvish mashinasi, muzlatkich va suv isitgichni ko'p ishlatsa, farq katta bo'ladi. Elektr energiyasi bo'yicha eng ko'p savol shundan iborat. Yangi hisoblar qanday keladi va odam nimaga e'tibor berishi kerak? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar oldin siz oy oxirida kelgan summaga qarab to'lov qilgan bo'lsangiz, endi faqat summaga emas, kilovat-soat sarfiga qarashingiz kerak. Chunki asosiy masala narxida emas. Bir oyda qancha elektr ishlatganingizda. Xonadonning asosiy elektr yuklamasi qaysi texnikalardan keladi? Muzlatkich doim ishlaydi. Televizor va yoritish kamroq ta'sir qiladi. Lekin konditsioner, elektr isitgich, elektr plita, suv isitadigan boylar, nasos va katta quvvatli jihozlar hisobni tez oshiradi. Masalan, oddiy oila bir oyda bir taqim kilovat-soat elektr ishlatsa, bu tejamkor iste'mol hisoblanishi mumkin. Bunday oilada muzlatkich va televizor, kir yuvish mashinasi haftasiga bir necha marta, kechki chiroqlar va telefon zaryadlari bor. Lekin shu oilaga yozda konditsioner qo'shilsa va u har kuni 6 soat ishlasa, sarf bittadan 3 betim yoki tirdi betim kilovat-soatga chiqib ketishi mumkin. Agar qishda elektr isitgich ishlatilsa, ayniqsa 2 kilovatli isitgich kuniga 500 soat yonsa, bir oyda faqat shu isitgichning o'zi 300 kilovat-soatga yaqin sarf qiladi. Endi tasavvur qiling. Odatdagi 1 kilovat ustiga 300 kilovat qo'shilsa, umumiy sarf 1 kilovatga yetadi. Shuning uchun odam men faqat bitta isitgich yo'qdim deb o'ylaydi. Lekin o'sha bitta jihoz butun oy hisobini 2-3 barobar oshirishi mumkin. Yangi hisoblarda yana bir muhim jihat bor. Ko'rsatkichlar avtomatik olinadigan hisoblagichlarda xato kamroq bo'ladi, lekin baribir nazorat qilish kerak. Men har bir xonadonga oy boshida va oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib qo'yishni tavsiya qilaman. Masalan, oy boshida hisoblagich 1200 bo'lsa, oy oxirida 1207 taqim bo'lsa, siz 2 taqimni kilovat-soat ishlatgansiz. Kvitansiyada 420 kilovat deb kelsa, demak savol berishga asos bor. Bunday vaziyatda menimcha xato deyish yetarli emas. Sizda surat, sana va ko'rsatkich bo'lsa, murojaatingiz ancha kuchli bo'ladi. Endi suv masalasiga o'tamiz. Suvga yangi tariflar ham oddiy odam uchun sezilarli bo'lishi mumkin. Ayniqsa hovlida yashaydiganlar, ko'p suv ishlatadigan oilalar, tomorqasi borlar, mashina yuvadiganlar, eski quvurlar sabab suv sizib turadigan xonadonlar uchun suv to'lovi elektrdan farq qiladi. Chunki ko'pchilik suv sarfini ko'z bilan his qilmaydi. Chiroq yonsa ko'rinadi, gaz yonsa bilinadi. Lekin krandan tomchilab oqayotgan suv bir oyda katta miqdorga aylanadi. Men oddiy misol keltiraman. Agar kran yaxshi yopilmasa va sekundiga bir tomchidan suv oqsa, bu kichik ko'rinadi. Lekin bir oy davomida bu o'nlab litr, ba'zan yuzlab litr suvga aylanadi. Unitaz bakidan suv sekin oqib tursa, bu esa yanada xavfli odam ko'rmaydi. Lekin hisoblagich aylanishda davom etadi. Natijada oila biz suvni ko'p ishlatmadik deydi.
lekin hisoblagich bo'yicha sarf katta chiqadi. Shuning uchun yangi tarif sharoitida eng birinchi nazorat qilinadigan joy bu kranlar. Unitazbaki quvur ulanishlari va suv hisoblagichidir. Agar xonadonda hisoblagich bo'lmasa, ko'pincha odam boshiga me'yor bo'yicha hisoblash qo'llanadi. Bu ayrim hollarda foydali tuyulishi mumkin, lekin ko'p holatda adolatli emas. Masalan, 3 kishilik oila suvni tejab ishlatsa, hisoblagich bilan kamroq to'lashi mumkin. Lekin hisoblagich bo'lmasa, belgilangan me'yor bo'yicha to'laydi va real sarfdan ko'proq chiqish ehtimoli bor. Aksincha, juda ko'p suv ishlatadigan xonadon hisoblagichsiz bo'lsa, tizim uchun zarar, qolgan iste'molchilar uchun esa adolatsizlik yuzaga keladi. Shu sababli hisoblagich o'rnatish va uning ishlashini tekshirish endi yanada muhim. Endi pensiya oshirilishi masalasiga o'tamiz. Ko'p pensionerlar uchun asosiy savol shunday: pensiya oshsa, qo'lga tegadigan pul haqiqatda ko'payadimi yoki kommunal to'lovlar safar sezilmaydimi? Men buni real hayotga yaqin qilib tushuntiraman. Agar pensioner oyiga ma'lum miqdorda pensiya olsa, bu olga qo'shimcha oshirish qo'llansa, lekin shu bilan birga elektr, suv, dori-darmon, oziq-ovqat, transport va boshqa xarajatlar ham hisobga olinadi. Demak, pensioner uchun eng muhim narsa faqat pensiya miqdorini bilish emas, balki oyma-oy xarajat rejasini yangilashdir. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensionerning elektr sarfi odatda kamroq bo'lishi mumkin. Bitta muzlatgich, televizor, chiroqlar, ba'zan kir yuvish mashinasi. Agar u elektr isitgich ishlatmasa, to'lov nazoratda bo'ladi. Lekin qishda gaz bosimi past bo'lib, elektr isitgich yo'qolsa, pensiya oshgan qismi aynan elektr to'loviga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga yaqinlari bilan birga uyda asosiy elektr jihozlarini tekshirib chiqishni tavsiya qilaman. Eski muzlatgich ko'p elektr yutmayaptimi? Isitgich xavfsizmi? Simlar qizimayaptimi? Hisoblagich to'g'ri ishlayaptimi? Ikkinchi misol, 2 nafar pensioner yashaydigan xonadonda suv sarfi kam ko'rinadi. Lekin unitazdan suv oqib tursa yoki kran nosoz bo'lsa, suv to'lovi kutilmaganda oshadi. Pensiya oshirilgani yaxshi. Lekin bu pul nosoz kran sabab ketib qolmasligi kerak. Ba'zan 50 ming so'mlik ta'mir bir necha oy davomida 100 minglab so'm ortiqcha to'lovning oldini oladi. Men buni juda amaliy masala deb bilaman. Kommunal xizmatdagi tejamkorlik ko'pincha katta islohotdan emas, uy ichidagi mayda nosozlikni vaqtida tuzatishdan boshlanadi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi navbatda elektrni ko'p ishlatadigan xonadonlar, konditsioner ko'p yoqiladigan uylar, konditsioner ko'p yoqiladigan uylar, elektr plitada ovqat qilinadigan xonadonlar, boylar bilan suv isitadiganlar, nasos ishlatadigan hovlilar, qishda elektr isitishga tayangan oilalar. Bunday oilalarda hisob keskin oshishi mumkin. Sababi oddiy. Tarif o'zgarsa ham eng katta farqni iste'mol hajmi beradi. Ikkinchi guruh hisoblagichi eski, tekshiruv muddati o'tgan yoki ko'rsatkichlari muntazam nazorat qilinmaydigan xonadonlar. Bu yerda xavf shundaki, siz real sarfni bilmasangiz, kelgan hisobni tekshira olmaysiz. Agar hisoblagich noto'g'ri ishlasa yoki bazadagi ma'lumot bilan uydagi ko'rsatkich mos kelmasa, keyin masalan isbotlash qiyinlashadi. Men bunday holatda darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish kerak deb hisoblayman. Uchinchi guruh qarzdorligi borlar. Yangi hisob kelganda eski qarz bilan yangi sarf aralashib ketadi va odam nega buncha ko'p deb tushunmay qoladi. Aslida kvitansiyada joriy oy sarfi alohida, oldingi qarz alohida. Penya yoki qayta hisoblash bo'lsa alohida ko'rsatilishi kerak. Har bir satrni ajratib ko'rish lozim. Men ko'p holatda odamlar aynan shu joyda adashishini ko'raman. Ular umumiy summani ko'radi. Lekin uning ichida eski qarz ham borligini unutadi. Uncha xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar ham bor. Masalan, hisoblagichi so'z qarzi yo'q, elektr va suv sarfini nazorat qiladigan, katta quvvatli jihozlarni me'yorida ishlatadigan xonadonlarda o'zgarish sezilishi mumkin, lekin uni boshqarish osonroq bo'ladi. Bunday oilalar oy boshida limit qo'yadi. Masalan, elektr bo'yicha kunlik o'rtacha sarfni kuzatadi. Agar birinchi 10 kunda 120 kilovat sarflangan bo'lsa, oy oxirida 306 kilovatga borishi mumkinligini oldindan biladi va kerak bo'lsa iste'molni kamaytiradi. Bu mavzuda ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar bor. Birinchisi, qayta hisoblash. Ba'zan hisoblagich ko'rsatkichi kech kiritiladi. Texnik xatolik bo'ladi yoki oldingi oyda noto'g'ri hisoblangan summa keyingi oyda tuzatiladi. Natijada bir oyda to'lov katta chiqib ketgandek ko'rinadi. Bunday vaziyatda darhol vahmaga tushmasdan tashkilotdan hisob-kitob tafsilotini so'rash kerak. Qaysi davr uchun, qaysi ko'rsatkichdan
qaysi ko'rsatkichgacha, qaysi tarif bo'yicha hisoblangan. Ikkinchi nozik jihat. Subsidiya va imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar yoki belgilangan ro'yxatdagi fuqarolar uchun yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin men bitta narsani aniq aytaman. Imtiyoz o'z-o'zidan keladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Hujjatlar, ariza, mahalla yoki tegishli idora orqali tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Agar siz haqli bo'lsangiz, lekin murojaat qilmasangiz, tizim sizni avtomatik ko'rmasligi mumkin. Uchinchi jihat, ijarada yashovchilar. Agar siz ijarada tursangiz, hisoblagich kimning nomida, qarzdorlik oldindan bormi, ijara shartnomasida kommunal to'lovlarni kim to'lashi yozilganmi? Bularni aniq qilib qo'yish kerak. Aks holda siz kirmasdan oldingi qarz ham sizga bosim bo'lib kelishi mumkin. Men ijaraga kirayotgan har bir odamga kirish kuni elektr, suv, gaz hisoblagichlarini suratga olib, uy egasi bilan yozishmada saqlab qo'yishni maslahat beraman. Bu oddiy harakat keyinchalik katta tortishuvning oldini oladi. To'rtinchi jihat, hovli va ko'p qavatli uy farqi. Hovlida suv sarfi bog', tomorqa, daraxt sug'orish, mashina yuvish, chorva yoki nasos sabab ko'proq bo'lishi mumkin. Ko'p qavatli uyda esa suv sizib chiqishi, umumiy tarmoqdagi muammo, potvaldagi quvur yoki umumiy hisob-kitob masalalari yuzaga keladi. Har bir holatda sabab boshqacha. Shuning uchun yechim ham boshqacha bo'ladi. Hovlida odam o'z ichki tarmog'ini tekshiradi. Ko'p qavatli uyda esa boshqaruv servis kompaniyasi, shirkat yoki mas'ul tashkilot bilan ishlashga to'g'ri keladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, bugunoq elektr va suv hisoblagichlaringizni tekshiring. Ko'rsatkichni suratga oling, sanasini yozib qo'ying. Keyin 7 kundan so'ng yana suratga oling. Shunda siz bir haftalik real sarfni bilasiz. Agar bir haftada elektr 100 kilovat ketayotgan bo'lsa, bir oyda 400 kilovatga yaqinlashadi. Agar bu siz uchun ko'p bo'lsa, qaysi jihoz sabab bo'layotganini topish kerak. Ikkinchi qadam, katta quvvatli jihozlar ro'yxatini tuzing. Konditsioner, isitgich, boyler, elektr plita, nasos, dazmol, kir yuvish mashinasi, mikroto'lqinli pech, eski muzlatkich. Ularning qaysi biri ko'p ishlashini yozing. Masalan, boyler doim yoqilgan bo'lsa, u suvni haroratda ushlab turish uchun tez-tez elektr oladi. Agar oilada issiq suvga ehtiyoj ma'lum vaqtda bo'lsa, uni vaqt bilan ishlatish xarajatini kamaytirishi mumkin. Lekin xavfsizlik birinchi o'rinda. Elektr tizimiga qo'l bola ulanish qilmang. Simlar ko'taradigan yuklamani mutaxassis ko'rsin. Uchinchi qadam, suv tizimini tekshiring. Kranlarni yoping va hisoblagichga qarang. Agar uyda hech kim suv ishlatmayotgan bo'lsa, hisoblagich aylanmasligi kerak. Agar aylanayotgan bo'lsa, demak qayerdadir sizib chiqish bor. Unitaz bakiga alohida e'tibor bering. Ko'pincha eng katta yashirin yo'qotish shu yerdan bo'ladi. Kichik rezina detal yoki klapan nosozligi butun oy to'lovini oshirib yuboradi. To'rtinchi qadam, kvitansiyani o'qishni o'rganing. Faqat umumiy summaga qaramang. Oldingi ko'rsatkich, hozirgi ko'rsatkich, sarflangan miqdor, tarif, qarzdorlik, ortiqcha to'lov, qayta hisoblash bor yo'qligini ko'ring. Agar tushunmasangiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan izoh talab qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falon manzilda yashayman. Hisob raqamim falon. Falon oy uchun hisob-kitob tafsilotini, oldingi va hozirgi ko'rsatkichlarni, qo'llangan tarifni tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, xonadon hujjati yoki ijara shartnomasi, hisob raqami, oxirgi kvitansiyalar, hisoblagich suratlari. Agar pensioner yoki imtiyozli toifaga kirsangiz, pensiya guvohnomasi yoki tegishli tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar subsidiya yoki ijtimoiy yordam masalasi bo'lsa, mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali tartibni aniqlashtiring. Men har doim rasmiy manbadan tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki mish-mish bilan ish qilinsa odam vaqt yo'qotadi. 6-qadam. Qarzdorlikni alohida nazorat qiling. Agar qarz yig'ilib qolgan bo'lsa, uni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin hisob noto'g'ri bo'lsa, tekshirtirish mumkin. To'lovni bo'lib qilish imkoniyati bormi? Penga qo'llanganmi? Qaysi davrdan qarz qolgan? Barchasini aniqlang. Eng yomoni umuman qaramay yurish. Chunki keyin ogohlantirish, cheklov, qayta ulash xarajati kabi qo'shimcha muammolar chiqishi mumkin. 7-qadam. Pensionerlar va yosh katta ota-onalar uchun alohida nazorat qiling. Ular ko'pincha kvitansiya tafsilotini telefonda ko'ra olmasligi, ilovalardan foydalana olmasligi yoki xato hisobni vaqtida sezmasligi mumkin.
Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining kommunal hisoblarini tekshirib bersa, bu juda katta yordam. Pensiya oshgandan keyin ham pulni rejalash kerak. Kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat va zarur xarajatlar alohida hisob qilinsa, oy oxirida qiyinchilik kamayadi. Birinchi vaziyat, 4 kishilik oila ko'p qavatli uyda yashaydi. Oldin elektr sarfi oyiga 220 kilovat edi. Yozda konditsioner har kuni kechqurun ishlay boshladi va sarf 220 kilovatga chiqdi. Oila narx oshdi deb o'yladi. Lekin tekshirsa, asosiy sabab konditsionerning uzoq ishlashi ekan. Yechim nima? Konditsionerni 12 darajaga emas, 24-26 darajaga qo'yish, filtrni tozalash, deraza va eshiklarni yopish. Kunduzi quyosh tushadigan tomonni pardalash. Shunda qulaylik saqlanadi, lekin sarf kamayadi. Ikkinchi vaziyat, hovlida yashaydigan oila suv to'lovi oshgandan shikoyat qiladi. Hisoblagich tekshirilganda kechasi ham sekin aylanayotgani ko'rinadi. Sabab yer ostidagi quvurda sizib chiqish. Oila buni ko'rmagan, chunki suv yerga singib ketgan. Ta'mirdan keyin suv sarfi 2 barobar kamaygan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, yangi tarif sharoitida yashirin nosozlik endi yanada qimmatga tushadi. Uchinchi vaziyat, yolg'iz pensioner ayolning pensiya oshdi, lekin qishda elektr to'lovi birdan ko'paydi. Sabab u sovuqda bitta elektr isitgichni kun bo'yi yoqib qo'ygan. Isitgich quvvati katta bo'lgani uchun oy oxirida hisob yuqori chiqqan. Bu yerda yechim faqat yoqmang deyish emas. Uyning issiqlik yo'qotishini kamaytirish, deraza tirqishlarini berkitish, xavfsiz isitish variantini tanlash, ijtimoiy yordam imkoniyatlarini tekshirish va elektr sarfini haftalik kuzatish kerak. Demak, chiroqqa yangi hisoblar, suvga yangi tariflar va pensiya oshirilishi har bir xonadon uchun alohida tahlil talab qiladi. Men sizga eng muhim fikrni aytaman. Endi faqat kelgan summani to'lash emas, sarfni tushunish, hisoblagichni nazorat qilish, nosozlikni vaqtida tuzatish va hujjat bilan murojaat qilish kerak. Kim elektr va suvni nazorat qilsa, o'z byudjetini ham nazorat qiladi. Kim kvitansiyani o'qimasa, xato bo'lsa ham kech biladi. Sizning hududingizda chiroq va suv to'lovlari qanday o'zgardi? Pensiya oshirilishi real hayotda yordam beryaptimi yoki kommunal xarajatlar baribir og'irlik qilyaptimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun har bir oilaga kerak.